Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. 9 may yurtimizda xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlanadi. Sana munosabati bilan joylarda turli tadbirlar, davra suhbatlari tashkil etilmoqda. Jumladan, Toshkentdagi G'alaba bog'ida Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini va front ortida fidokorona mehnat qilganlarni e'zozlash O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri mavzusida xotira tadbiri bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. G'alaba bog'ida o'tkazilgan tadbir Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'yilishi bilan boshlandi. Unda Oliy Majlis Senati a'zolari, qo'mitalar huzuridagi ekspertlar, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyalari, Bojxona instituti, Jamoat xavfsizligi universiteti kursantlari, O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat pedagogika universiteti talabalari ishtirok etishdi. G'alabaga eng katta hissa qo'shganimiz mana shu front ortida turgan bizi xalqimiz bo'ladi. Shuning uchun front ortida turganlarning ham bu yerda hammasiga kerakli yodgorliklar o'rnatilgan. Xalqimiz kelib bularga har doim ta'zim etishmoqda. Ayniqsa yoshlarimiz o'sib kelayotgan mana bog'cha yoshidagi, maktab yoshidagi o'quvchilarimiz, ayniqsa tinglovchi student yoshlarimiz ham kelib bu yerda saboq o'rganishmoqda. Ularni qilgan mehnati, ularni qilgan urushdagi ko'rsatgan jangovarliklari biz uchun doimo namuna bo'lib qoladi. So'nggi 6-7 yil ichida Ikkinchi jahon urushi yillaridagi tariximizni o'rganishda tom ma'noda yangi davr boshlandi. Xususan 2020-yilga qadar urush boshlangan paytda yurtimiz aholisi 6.551.000 kishini tashkil etgan va ularning 1,5 million nafariga yaqini urushda ishtirok etgan deb hisoblanar edi. Aslida jahon arxivlari o'rganilib, topilgan yangi ma'lumotlar tahlil qilinganida esa O'zbekistondan 1.951.000 nafariga yaqin kishi urushga safarbar etilgani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, ilgari 396.000 nafar O'zbekiston fuqarosi urushda halok bo'lgan deb aytilgan bo'lsa, aslida bu raqam 538.000dan ko'prog'i esa bedarak yo'qolgan. Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'yish marosimidan so'ng ishtirokchilar uchun maxsus seminar o'tkazildi. Unda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va front ortida fidokorona mehnat qilgan faxriylarimizning qahramonligi va tarixiy xizmatlarini yana bir bor keng jamoatchiligimizga yetkazish, yosh avlodni ota-bobolarimiz jasoratiga munosib bo'lgan, bugun hayotni asrab avaylash va yanada mustahkamlashga qodir jonajon vatanimizga sadoqatli insonlar etib tarbiyalashga qaratilgan ishlar e'tirof etildi. Xalqaro konferensiyani tashkil etishdan asosiy maqsad so'nggi yillarda Ikkinchi jahon urushini tarixini bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarda olib bo'lgan ilmiy tadqiqotlar natijasida aniqlangan yangi tarixiy ma'lumotlarni xalqimizga yetkazish, uni ommalashtirish, ma'lumotlar orqali yoshlarimiz harbiy vatanparvarlik ruhini yanada mustahkamlash, mudhish voqealarini, urushdagi ayanchli manzaralarni yoritish orqali bugungi kunda tinchlik, totuvlik qanchalik oliy ne'mat ekanligini yana bir bor xalqimizga yetkazish va uni qadrlash zarur ekanligini ommalashtirishdan iborat. Seminar davomida tomonidan qabul qilingan Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligi hamda xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni munosib nishonlash to'g'risidagi qarorida ko'zda tutilgan masalalarning mazmun mohiyati haqida so'z bordi. Urush yillarida bedarak yo'qolgan 158.000 dan ortiq kishilarni qidirish, ularning taqdiriga aniqlik kiritish ishlarida erishilgan natijalarga to'xtalib o'tildi. Shuningdek, bu borada kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan takliflar bildirildi. Sardor Mirfuzalov, Jahongir Muhammadjonov, Poytaxt. Tibbiyotda yurak yetishmovchiligi kasalligini davolash, erta aniqlash va dispanser nazorat qilish, bunda xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va o'zaro tajriba almashish muhim ahamiyatga ega. Muxbirimizning lavhasi intervension kardiologiyaning dolzarb masalalari bo'yicha zamonaviy intervension kardiologiya nazariyadan amaliyotga mavzusidagi birinchi xalqaro ilmiy amaliy sammit haqida. Intervension kardiologiya jadal rivojlanayotgan sohalardan biri. Har yili davolashning bu usuliga oid ko'rsatmalar kengayib bormoqda. Intervension kardiologiyaning dolzarb masalalariga qaratilgan xalqaro ilmiy amaliy sammitda soha yanada rivojlanayotgani va ochlik amaliyotiga tobora ehtiyojning kamayib borayotgani alohida ta'kidlandi. Hozirgi kunda yurak qon tomir kasalliklari butun dunyoda, shu tufayli O'zbekistonda ham
o'lim darajasi bo'yicha yuqori o'rinda 60%, 62%gacha saqlanib turibdi. Miokard infarkti bo'lgan kasallarda maxsus kateterlar orqali kirib, o'sha yurak tomirlaridagi tromblar olib tashlansa va o'sha joyga maxsus stentlar deb tibbiyot tilida naychalar qo'yilsa, albatta o'lim ko'rsatkichi 50%gacha kamayadi. Hozir bu sohada juda ko'p ishlar qilinyapti. Chet eldan kelgan professorlarimiz mana shunda O'zbekistonda hozir 300 dan ortiq agar intervension kardiologlar bo'lsa, o'shalarga o'zining tajribasi, bilimlarini berishmoqda. Hozir hamma viloyatlarimizda 67 tadan ortiq angiograf ishlab turibdi. Agar bizning 36 million aholimizga bo'lsa, bu 60 ta, ya'ni 1 millionga 2 ta angiograf to'g'ri kelyapti. Bu jahon standartiga to'liq javob beradi. Hattoki hozir shu tomir orqali kirib, yurak klapanlarida ham kesmasdan, umumiy narkoz bermasdan bu amaliyotlar amalga oshirilyapti. Bugungi kunda davolashning intervension usullari nafaqat siqilishi kasalliklarini davolashda, balki tug'ma va orttirilgan yurak nuqsonlari, kardiomiopatiya hamda boshqalarda samarali qo'llaniladi. Sammitda yurtimiz hamda xorijiy davlatlardan kelgan soha mutaxassislari o'z ma'ruzalarida bu xususdagi qator yangiliklarga to'xtalib o'tishdi. Men bunday muhim va ahamiyatli anjumanda ishtirok etayotganimdan mamnunman. Bu yerda intervension kardiologiyaning dolzarb masalalari muhokama qilinyapti. Ma'ruzamda oyoqlardagi arterial qon tomirlarining shikastlanishi bo'yicha tahlillarga to'xtalaman. Kishilarda qanday diabet kasalligi bo'lsa, bu oyoq arteriyalaridagi shikastlanish muammolarini yanada kuchaytiradi. Afsuski, Qirg'izistonda ham qandli diabet bilan kasallangan bemorlar soni ortib bormoqda va ularga to'liq, samarali davolash xizmatini ko'rsatish har doim ham imkonsiz. Shuning uchun bu sohani rivojlantirish juda muhim deb o'ylayman va O'zbekistonda bu yo'nalishda qilinayotgan ishlarni yuqori baholayman. Sammit doirasida ko'rgazma ham tashkil etildi. Unda yurtimizda faoliyat yuritayotgan, yurak operatsiyalarida foydalaniladigan protez moslamalarini ishlab chiqaruvchi 20 dan ortiq ishtirok etishdi. Ushbu moslamaning nomi Rotablator. Uning yordamida bemorlarda ochiq jarrohlik amaliyoti o'tkazilmaydi. Rotablator apparati bu yurakda qattiq kalsinozlarni burlash xususiyatini beradi. Bu bilan ochiq operatsiyalarni oldini oladi. Ochiq operatsiyadan keyin odatda yillar mobaynida bemor yo'talib yuradi va ko'krak qafasida doimiy og'riq his qiladi. Rotablator amaliyoti o'tkazilgandan keyin bemorda bunaqa oqibatlar bo'lmaydi. Shuning uchun hozirgi kunda barcha shifokorlarimiz rotablator qurilmasidan foydalanishga harakat qilishyapti. Hozirgi kunda yana AIVOS qurilmasi, ya'ni bu yurak qon apparatini ham olib kirganmiz. Bu yurak qon tomirlarini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib bera oladi. Stentlash amaliyoti kerakmi, stentlash amaliyoti kerak emasmi? Hattoki o'sha kichkina bir detallarigacha ko'rsatib beradigan apparatimiz ustida ham ishlayapmiz. Sammit 26 aprel sanasida ham o'z ishini davom ettiradi. Jumladan almashilgan tajriba, olingan natijalardan kelib chiqib, murakkab sanalgan 6 ta operatsiyani amalga oshirish reja qilingan. Gulijon Oralieva, Aziz Rayimboyev, Sherzodxo'ja Baxtiyorov, Poytaxt. Maktab vazirligi tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglar o'rtasida o'tkazib kelinayotgan an'anaviy yilning eng yaxshi tarbiyachisi kasbiy ko'rik tanlovining respublika bosqichi o'tkazildi. Tanlovning joriy yilgi sinovlari mart-aprel oylarida tashkil etilib, dastlab tumanlarda, hududlar kesimida g'oliblar saralandi. Sinovlarning tuman bosqichida ishtirok etish uchun davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 16.384 nafar direktor o'rinbosarlari va tarbiyachilar ro'yxatdan o'tishdi. Tahlillarga ko'ra, bu yilgi tanlovda ishtirok etishni bildirgan mutaxassislar o'tgan yilga nisbatan ancha ortgan, ya'ni 16 mingdan ortiq arizalar kelib tushgan. Tanlovning respublika bosqichiga 79 nafar ishtirokchi yetib keldi. Tahlil qiladigan bo'lsak, mana birgina 2024-yilga nisbatan mazkur ko'rik tanlovda ishtirok etganlar soni 44,7% ga ortganligini ko'rsatmoqda. 6 ta nominatsiya bo'yicha ishtirokchilarimiz 3 ta asosiy shart bo'yicha o'zlarini bilim salohiyatlarini, tajriba, fikr mulohaza almashib, o'zaro tajriba almashdilar. Birinchi shartimizni oladigan bo'lsak, birinchi shartimizda barcha nominatsiyalar bo'yicha ishtirokchilarimiz o'zlarining mana shu ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga hamda o'sha jarayonlarda bolalarning rivojlanish sohalari, tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan yangi loyiha taqdimotlarini namoyish etib berdilar. Kreativ yondashishiga, ijodkorligiga hamda o'zi tahlil qila olish qobiliyatini borligiga, bola shaxsini alohida yondashgan holda ta'lim tarbiya berishga ijodiy yondashishlar kuzatildi. G'oliblarni aniqlash jarayonidagi navbatdagi shartda qatnashchilarga 30 tadan test berildi. Ishtirokchilarga 30 daqiqadan vaqt ajratildi.
Test sinovlarida eng yaxshi metodist, eng yaxshi ijodkor, ixtirochi tarbiyachi, innovatsion va axborot texnologiyalarini qo'llaydigan eng yaxshi tarbiyachi, yangi O'zbekistonda yangi avlod bolalarini ma'naviy kamolotga yetaklovchi eng yaxshi tarbiyachi nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Tanlov nizomiga ko'ra respublika final bosqichi g'oliblari bir martalik pul mukofoti hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Shuningdek, oliy ma'lumotga ega bo'lmagan g'oliblar oliy ta'lim muassasalarining maktabgacha ta'lim yo'nalishiga kirish imtihonsiz davlat granti asosida o'qishga kirish imtiyozini qo'lga kiritadi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmo'minov, Poytaxt. Toshkent arxitektura qurilish universitetida O'zbekistonning globallashuv sharoitida arxitektura yodgorliklarining tutgan o'rni mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Madaniy meros obyektlariga, qadimiy obidalarga boy, ularni aslicha saqlash, zarar ko'rgan qismlarni tiklash uchun esa soha mas'ullari doimo izlanishda. An'anaga muvofiq Toshkent arxitektura qurilish universitetida shu mavzudagi konferensiya tashkil etildi. Nazariy jihatdan, amaliy jihatdan bizning kafedrada mana shu yosh mutaxassislar, restavratorlarni tayyorlashga katta ish olib boriladi. Bu konferensiya faqat mutaxassislar uchun emas, balkim ko'proq bizning talabalarga, yosh mutaxassislarga qaratilgan. Chunki bizning konferensiyada faqat respublikamizdagi mutaxassislar emas, vaholanki chet eldan, Germaniyadan, Ispaniyadan, Rossiyadan mutaxassislar ham ishtirok etmoqda va shu ham demak bizning bir-birimizdan tajribani almashishimizga, yutuqlarimizni ko'rsatishga imkon beradi. Bugun ekologik muammolar har bir davlatni o'ylantirayotgan masala. Ekologiyaning o'zgarishi esa arxitektura yodgorliklarini o'tkazmay qolmaydi. Konferensiyada xorijlik ekspertlarning ayni shu mavzuga qaratilgan ma'ruzasi o'rin oldi. Shuningdek, obidalarni restavratsiya qilish va qayta tiklash sohasida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash borasidagi tahlillarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasidan Desol kompaniyasidan inyeksiyalash, ya'ni o'sha bo'shliqlarni to'ldirish, ularni ta'mirlash ishlari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda hamda ularning ilmiy izlanuvchi xodimlari bizning universitetimizda tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Tarixiy obyektlarimizda o'sha bo'shliqni to'ldirish, o'sha suv o'tkazmaslik qobiliyatini yaxshilash uchun Germaniya hamda Rossiya Federatsiyasining Desol kompaniyasini tajribalarini hozirda qo'llash ustida. Konferensiyada turizm xaritalarini ishlab chiqish orqali yurtimizga sayyohlar oqimini yanada jadallashtirish ham maqsad qilingan. Shular inobatga olingan holda anjumanda ishtirok etgan Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston kabi davlatlardan kelgan ekspertlar hamda universitet o'rtasida kelishuvlarga erishish ham reja qilindi. Gulijon Noraliyeva, Zoir Shavkatov, Poytaxt. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabr kuni qurilish materiallari sanoatini rivojlantirishga bag'ishlab kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan yig'ilishda 34 ta qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda 2024-yil 1-noyabrga qadar energiya auditi o'tkazilib, 300 million kilovatt-soat elektr energiyasini iqtisod qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish topshirig'i berilgan. Bu haqda O'zsanoat qurilish materiallari brifingda aytib o'tildi. Mazkur topshiriqlar ijrosi doirasida O'zsanoat qurilish materiallari uyushmasi, Energetika vazirligi, elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi bilan birgalikda energiya sarfi yuqori bo'lgan 34 ta korxonalarda energiya auditi o'tkazilishi belgilandi. Shuningdek, energiya samaradorlikni oshirishga qaratilgan iste'molni qisqartirish dasturi ishlab chiqildi. Unga ko'ra 2025-27 yillarda 303,16 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 7,3 million kub metr tabiiy gazni iqtisod qilinishi belgilandi. Xususan, belgilangan choralarni amalga oshirish natijasida 2025-yilda 3,5 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 6,7 million kub metr tabiiy gaz, 2026-yilda 1,2 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 659 ming kub metr tabiiy gaz va 2027-yilda esa 138,9 million kilovatt-soat elektr energiyasi iqtisod qilinadi. Sohada energiya sarfi quyidagi omillar orqali iqtisod qilinadi. VCR texnologiyasini joriy etish hisobiga 208 million kilovatt-soat elektr energiyasi, quyosh panellari o'rnatish hisobiga 54 million kilovatt-soat elektr energiyasi,
tabiiy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobiga 21,9 million kilovat-soat elektr energiyasi va 1,4 million kilovat kub metr tabiiy gaz, reaktiv kondensatirish hisobiga 9,6 million kilovat-soat elektr energiyasi, modernizatsiya va rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish 1,6 million kilovat-soat elektr energiyasi, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish hisobiga 1,8 million kilovat-soat elektr energiyasi va 5,8 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishi rejalashtirilgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida yangi O'zbekistonning globallashuvi va barqaror rivojlanish davrida sohalarda chet tillarining ahamiyati va rolini oshirish mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Hozir shu vaqtda Konferensiya doirasida nofilologik oliy ta'lim muassasalarida talabalarni xorijiy tillarga o'qitishda yuzaga kelayotgan muammolar, ularni bartaraf etishda, til o'rgatishda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat dasturida belgilangan vazifalar hamda oliy o'quv yurtlarida chet tillarini o'qitish uchun zamonaviy darsliklar yaratish kabi dolzarb mavzular muhokama markazida bo'ldi. Shuningdek, ekspertlar zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali til o'qitishda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish hamda talabalar bilimini baholashning innovatsion usullarini amaliy mashg'ulotlarga tatbiq qilish masalasiga alohida e'tibor qaratdilar. Hozirgi yoshlarni oldingi uslublar bilan o'qitish biz kutgan natijalarni bermaydi. Hammaga ma'lumki, sun'iy intellekt kirib kelishi ko'p narsani o'zgartirishga majbur qilyapti. Agar biz hozir sun'iy intellektni yaxshilab o'rganib, shuni ta'lim sohasiga joriy etmasak, hattoki mana shu xorijiy tillarni o'qitishda shu sun'iy intellektning rolini yaxshi o'rganmasak, biz hozirgi zamon talablariga javob bera olmay qolishimiz mumkin. Aynan shu konferensiyamiz shu sun'iy intellektni xorijiy tillarni o'rgatishda, talabalarga bilim berishda ta'sirini va integratsiyasini ko'rib chiqadi va shunga bag'ishlangan konferensiyada aynan shunday masalalar ko'tarilyaptiki, qanday samarali xorijiy tillarga to'liq o'rgata olamiz va mana shu hozirgi ta'lim sohasida bo'layotgan kamchiliklarni qanday qilsak eng yaxshi darajaga chiqara olamiz, kamchiliklarni bartaraf qila olamiz va ideal ravishda talabalarimizga sifatli bilim bera olamiz degan masalalarni konferensiyamizda qo'yganmiz. Anjuman so'ngida muhokama qilingan masalalar yuzasidan fikr va mulohazalar tinglandi. Bir so'z bilan aytganda, konferensiya til o'qitishda zamonaviy innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda muhim platforma vazifasini bajaradi. Shahzod Sultonov, Bobur Dadaboyev, Poytaxt. Xabaringiz bor, Toshkent shahridagi davlat tashkilotlari, boshqarma va muassasalarida haftaning har juma kuni milliy liboslar kuni deb belgilangan. Qadriyatlar tarannumi, o'zbek milliy liboslarga mehr uyg'otish va ommalashtirishga qaratilgan tashabbus bugun poytaxtimiz Toshkent shahrida ham o'z ifodasini topmoqda. Milliy liboslarimiz millat iftixori va xalqimiz ko'rki. Bugun O'zbekiston o'zining eng sara ijod namunalari va ajoyib g'oyalari bilan dunyo moda olamida o'ziga xos o'rin egallaydi. Liboslarimizda xalqimizning tarixi, qadimiy urf-odatlari va an'analari, qarashlari mujassam etgan. Bunda Toshkent shahri vositachi va tashabbuskor, kiyim-kechak bilan bog'liq badiiy g'oyalarni tarqatuvchi markaz sifatida gavdalanadi. Hozirda milliylikni yanada targ'ib qilish maqsadida Toshkent shahar hokimligi tomonidan haftaning har juma kuni milliy liboslar kuni deb belgilandi. Unga ko'ra Toshkent shahar va tuman hokimliklari, boshqarma, tashkilotlar va boshqa muassasa xodimlari ish kunlarida milliy liboslar yetiladi. Milliy liboslarda yurishi uchun esa xodimlarga alohida shart-sharoitlar yaratilgan. Toshkent shahrida har juma milliy liboslar festivali ekan. Shu munosabat bilan biz ham ertalabdan milliy liboslarimizda ish faoliyati yuritmoqdamiz. Bu nafaqat bizni, balki yo'lovchilarimizni, shahrimiz mehmonlarini ham kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqimiz o'tmishdan meros bo'lgan va sayqal topgan milliy kiyimlarni kiyishga tobora intilmoqda. Bu degani milliy qadriyat va urf-odatlarimizning tiklanayotganligi natijasida milliylik keng omma ongiga va qalbiga tobora singib bormoqda. Haftaning har juma kuni mavjud barcha korxona, tashkilot xodimlari uchun milliy liboslar kuni sifatida o'tkazish belgilangan. Juma kuni o'sha korxona xodimlari bo'ladimi, tashkilot xodimlari bo'ladimi, ularga milliy kiyimlarda kelish tavsiya sifatida berilgan hisoblanadi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida mavjud oliy ta'lim muassasalarida hamda ta'lim muassasalarining xodimlari ham hozirgi kunda o'sha milliy liboslarda
dars jarayonlarida ishtirok etyapti. Milliy Toshkent loyihasi doirasida milliy liboslarga oid "Milliy libos barchaga yarashadi" shiori ostida ijtimoiy tarmoqlar orqali milliy trend challengelar ham amalga oshirilmoqda. Shuningdek, metropoliten bekatlari, shuningdek, jamoat transportlarining milliy libos barchaga yarashadi shiori ostida foto hamda video lavhalar doimiy ravishda joylab borilmoqda. Milliy an'analar o'zbekona qadriyatlarni o'zida mujassam etgan bunday targ'ibot milliy an'ana, urf-odat va qadriyatlarimizni ulug'lash, yosh avlodni ana shu qadriyatlar asosida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Gulijon Noraliyeva, Abdukarim Alimov, Poytaxt. Yunusobod tumanidagi 97-sonli umumta'lim maktabida ham milliy liboslar kunida barcha o'quvchilar qadriyatlarimiz ruhini aks ettirgan darslarda ishtirok etishdi. Maktabda Gulshan nomli to'garak faoliyat olib boradi. Unda adabiyotga oshno, she'riyat olamiga qiziqishi bor o'quvchilar qatnashadi. To'garakning navbatdagi ochiq darsi Muhammad Yusuf ijodiga bag'ishlandi. Shu kuni o'quvchilar adibning ijod namunalaridan yod aytishdi. Kasb tanlash uchun albatta adabiyotlarni o'qib, ular olgan bilimi asosida o'zlarini qiziqtirgan holda kasb tanlaydilar va ana shu kasbga yo'naltira olish bu albatta biz adabiyot fani ustozlarining vazifasi deb bilaman. Ana shu urf-odatlarni qanchalik muhimligi, bu urf-odatlarni qaysi taraflama qayerda qo'llashligi va ularning odob axloqini mana shu adabiyot darslarida va mana shu tadbirlar orqali o'quvchilarning ongiga singdirib boriladi. Gulshan to'garagida maktabning iqtidorli, adabiyotga mehr qo'ygan o'quvchilar ishtirok etishadi. Maktabda haftaning har juma kuni ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil qilinib, taniqli ijodkorlar bilan uchrashuvlar uyushtiriladi. Shunday ma'naviyat kechalarida charxlangan san'at to'garagi a'zolari tuman miqyosida tashkil etiladigan turli badiiy tanlovlarda ham faol ishtirok etishadi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi insonlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq internet global axborot tarmog'i imkoniyatlarining keskin oshishi shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga doir jiddiy xavf-xatarlarning ham kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Internet orqali shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy tarqatilishi, tovlamachilik va boshqa jinoiy harakatlar bilan bog'liq holatlarning ortishi nafaqat fuqarolar, balki davlat organlari uchun ham dolzarb masalaga aylandi. Internet bugungi kunda hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Axborot, muloqot hammasi shu yerda. Bugun O'zbekistonda 31 millionga yaqin kishi internetdan foydalanadi. Ijtimoiy faol foydalanuvchilar soni esa 36 milliondan oshgan. Ammo bu raqamlar ortida onlayn firibgarlik, yolg'on axborot, zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi kontentlar va shaxsiy ma'lumotlarning sizib chiqishi kabi xatarlar ham kun sayin ortib bormoqda. Ko'plab mamlakatlarda bo'lganidek, O'zbekistonda ushbu masalalarni tartibga solishga qaratilgan huquqiy baza yaratish dolzarb masalaga aylangan. O'zbekistonda hozirgacha umuman ommaviy axborot vositalari, onlayn platformalar faoliyatini tashkillashtirish bo'yicha 10 ga yaqin qonunlar qabul qilingan, Vazirlar Mahkamasi qarorlari ham mavjud. Lekin hozirda biz shuni ko'ryapmizki, shu yangi paydo bo'lgan tahdidlarga biz zamonaviy tarzda javob berishimiz kerak. Ya'ni o'sha kiberbullying, spam, phishing va boshqalarga. Shuning uchun biz yangi o'sha choralarni ishlab chiqishni boshlaganmiz. Bu choralar birinchi navbatda onlayn foydalanuvchilarni internet bo'lgan huquqlarini himoya qiladi. Shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy tarqalishi, yolg'on xabarlar, kiberbullying va firibgarlik bular hozirda internetda eng ko'p uchrayotgan muammolar hisoblanadi va raqamli makonning aynan ushbu xavflari internet foydalanuvchilariga jiddiy tahdid solmoqda. Shu sabab internetda shaxsiy ma'lumotlar himoyasini kuchaytirish, noqonuniy kontentlarga qarshi kurashish va xavf-xatarlarga tezkor javob berish fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashning asosiy sharti bo'lib qolmoqda. Boshqa tomondan platformalar O'zbekistondagi foydalanuvchilarga aniq qonunlarni, qoidalarni berishlari kerak. Chunki onlayn platformalar ularni huquqlarini himoya qilsa, demak internetda o'sha noqonuniy ma'lumotlar tarqalishi kamayadi. Ya'ni ular qaysi video misol uchun yoki qaysi rekomendatsiyani ko'rish xohlaydi yoki xohlamaydi. Chet el davlatlarida bunaqa qilingan. Misol uchun Fransiyada, Germaniyada, Turkiyada, Qozog'istonda shunga o'xshash qonunlar qabul qilingan va ular
o'z hamjamiyatini, o'z foydalanuvchilarini samarali tarzda himoya qilib kelyaptilar. Raqamli texnologiyalar qanday rivojlanmasin, fuqarolarning huquqlari va xavfsizligi birinchi o'rinda turishi shart. Biroq buni amalga oshirish davlat, platformalar va foydalanuvchilarning o'zaro hamkorligi samaradorligiga bog'liq bo'ladi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, faqat birgalikdagi sa'y-harakatlargina internetni barcha uchun xavfsiz va adolatli makonga aylantirishi mumkin. Shahnoza Samandar va Masuda Isomiddinova, Aziz Raimboyev, Poytaxt. Xabaringiz bor, joriy yilning 21-27 aprel kunlari Axborot va kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida an'anaviy 5-Respublika kitobxonlik haftaligi o'tkazilmoqda. Haftalik doirasida Chilonzor tumanidagi Madaniyat va istirohat bog'ida tashkil etilgan tadbir haqida navbatdagi lavhamiz. Kitobga oshno insonning hayotga qarashi teran bo'ladi. Ayniqsa yoshlikdan mutolaaga mehr qo'yish istiqbolda kutilgan natijani beradi. Madaniyat va istirohat bog'ida tashkil qilingan kitob yarmarkasiga 10 ga yaqin nashriyotlar turli mavzudagi kitoblari bilan kelishdi. Ahamiyatlisi, ushbu arzonlashtirilgan kitob savdosi yarmarkasiga kutilganidan ham ko'p mushtariylar keldi. Ularning ko'pi yoshlar ekani ahamiyatlidir. Kitobxonlik haftaligi yana shu jihati bilan ahamiyatga molik bo'ldiki, nashriyot xodimlari uchun ham muloqot maydoni va tajriba almashish uchun zamin bo'ldi. Maktab o'quvchilari, yosh kattalar, har xil toifadagi insonlarimiz mana shu joyda joylashgan kitoblarni ko'zdan kechirib sotib olishmoqda. Ko'rgazmada har xil kitoblar joylashgan, badiiy adabiyotlar, bolalar adabiyoti, jahon adabiyotlari, psixologik adabiyotlar. Albatta bu har bir chiqarilgan nashriyotlar tomonidan chiqarilgan kitoblarimiz shu yurtimizning aholisini kitobxonlikka chorlash va kitobxonlikka da'vat etish uchun ham mana shunday imkoniyatlar, mana shunday tadbirlar o'tkazilib kelmoqda. Ushbu tadbirda bizning Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazimiz ham faol ishtirok etib kelmoqda va mana shu o'quvchilarimiz bilan birga Chilonzor tumanida joylashgan maktab o'quvchilari, texnikum, universitet talabalarini ham ushbu joyga chorlaganmiz. Kitoblarimiz do'konlarga nisbatan arzonroq qilib yarmarka o'tkazilib kelmoqda. Kitob yarmarkasida bolalar, jahon va o'zbek adabiyotining nodir sara asarlari ko'rgazmaga qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, ko'rgazma savdosida asosan o'zbek klassik va ilmiy adabiyotlar xaridorlar tomonidan olingan. Kitob yarmarkasi tom ma'noda bayramga aylanib ketdi. Hozirgi kunda keng ko'p sotilgan kitoblarimiz, ya'ni bolalar uchun jahon adabiyotlari, o'zimizning badiiy asarlarimiz bor. Aholi bu bo'yicha yaxshi fikr bildirishmoqda. Asosan universitet talabalari, ota-onalar o'zining farzandlariga kitob xarid qilishmoqda. Hozirda 400 dan ortiq kitob olib kelganmiz bu yerda. Talaba yoshlar uchun o'zlari badiiy asarlar, jahon adabiyotlari qabul olishdi. Shubhasiz, bu singari ma'naviy tadbirlar aholini, ayniqsa yoshlarni mutolaaga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Kitob haftaligi joylarda davom etmoqda. Zoira Bonu Olimova, Avaz Xolmuminov, Poytaxt. Joriy yilning 15 aprel kunidan 15 may kuniga qadar poytaxtimizda o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ta'lim muassasalarida davra suhbatlari tashkil etilmoqda. O'zbekiston davlat yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan talaba yoshlar ishtirokida yo'l harakati qoidalari targ'iboti yuzasidan davra suhbati o'tkazildi. Unda talabalar o'zlarining qiziqtirgan savollariga soha mutaxassislari tomonidan javob olishdi. Shoshgandan keyin nima qiladi? Xato qiladi. Qana xato qiladi? Qarama qarshilik qo'yishi mumkin. Qizil chiroqdan o'tishi mumkin. Telefonda foydalanishi mumkin. Piyodaga yo'l bermasligi mumkin. Ketma-ket mana hammasi mana shu qoidaga shoshgan. Targ'ibot jarayoni juda ham qizg'in o'tdi. Bugungi tadbirdan umumiy xulosalarni aytadigan bo'lsak, yo'l harakati qoidalariga amal qilamiz va sizlarni ham shunga chorlab qolamiz. Bundan tashqari yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik natijasida ayanchli holatlarning yuz berishi bilan bog'liq videorolik ham namoyish etildi. Albatta, so'nggi paytlarda yoshlar tomonidan sodir etilayotgan turli qoidabuzarliklar va buning oqibatida esa noxush holatlar hamon uchrab turmoqda. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi esa ularning yo'llarda harakatlanish madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Shahzod Sultonov, Timur Mirzayev, Poytaxt. Dasturimizda sport. Toshkent shahridagi mavjud umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchi yoshlarni velosportga yanada kengroq jalb etish maqsadida O'zbekiston Velosport Federatsiyasi va Toshkent shahri maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi.
E'tirof etish kerak, so'nggi yillarda yurtimizda sportning velosport turini rivojlantirish, ayniqsa aholi va yoshlar orasida mazkur sport turini ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Toshkent shahridagi mavjud umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilarni velosportga ko'proq jalb etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilib, tatbiq etilyapti. Tasvirga olish jarayonida O'zbekiston Velosport Federatsiyasiga Toshkent shahri Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda tuman bo'limlari rahbarlari taklif etilib, federatsiyada yaratilgan sharoitlar haqida to'liq ma'lumotlar berildi. Xususan, ta'lim maskani rahbarlari federatsiyaning yotoqxona, oshxona hamda mashg'ulotlar zaliga kirib, yaqindan tanishdi. Asosiy maqsad, har birimizning asosiy maqsadimiz bu jismonan sog'lom, barkamol avlodni tarbiyalash. Va shu maktabda yaratilgan sharoitlar albatta ertaga o'zini juda ham katta mevasini beradi. Mana hozir bolalar bilan gaplashdik, yotoqxonadagi bolalar bilan gaplashdik, ular bilan suhbat qilganimizda ularning hammasini oliy maqsadi bu yangi O'zbekistonni bayrog'ini yuqoriga olib chiqib va albatta kelajakda chempion bo'lish. O'ylaymanki, hozirgi tuzilgan memorandumimizdan keyin albatta umumiy o'rta ta'lim maktablarini o'quvchilarini aynan shu maktabga jalb qilishga, ularga to'g'ri yo'llanma berishga biz bor kuchimizni sarflaymiz. Shundan so'ng O'zbekiston Velosport Federatsiyasi hamda Toshkent shahri Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi mas'ullari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Suhbat chog'ida velosport bilan shug'ullanish inson salomatligini mustahkamlashda, ayniqsa o'quvchilarni barkamol va yetuk avlod qilib voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etishi alohida ta'kidlandi. Shundan so'ng tomonlar o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Memorandumimizni bu qog'ozda qolib ketish niyat emasdi va amalda maktablarda veloturnirlar o'tkazish, musobaqa o'tish va u borasida tumanlararo o'tkazish va hamda shahar bosqichini qilish bu yaqin kunlarda o'z samarasini beradi. Farzandlarimizdan begonasi bo'lmaydi. Sport bilan shug'ullanishdan qat'iy nazar imkon qadar sport bilan shug'ullansin tarafdori bizni. Imkon qadar Toshkent shahrini qamrab olish va Toshkent misolida qolgan regionlarda shuni targ'ibot qilish. Tuman hokimiyatlari bilan ko'proq uchrashuvlar qilyapmiz. Yaqinda Yakkasaroy tuman hokimi bilan uchrashuv qildik. U ham bitta o'z samarasini berdi. O'tgan hafta Yakkasaroy tuman 7 dan 70 yoshgacha velo marafon o'tkazdik. 70% yoshlar tashkil qildi. Tadbir yakunida velosportni yoshlar orasida ommalashtirish nafaqat sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, balki o'quvchilar orasida kelajagini velosport bilan bog'lashi mumkin bo'lgan iqtidor egalarini aniqlashga ham xizmat qilishi yana bir bor ta'kidlandi. Sardor Mirfuzalov, Jahongir Muhammadjonov, Poytaxt. Siz Poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana efirda ko'rishguncha salomat bo'ling. Abdullayevlarda yangi uy bo'ladi. Bitta foydali odat bilan. Foydali odat yarim uy. Siz ham TBC omonat oching va istalgan maqsadlaringizga pulni yengil yig'ing. TBC omonat foydali odat. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. KFC'dan 10% chegirma bilan buyurtma qiling. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Birinchi buyurtma marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Yangi yo'q. Qayoqdan olding? Humans. Ha. Yegoli oldingmi? Ha, Humans. Kino ko'rmoqchimisan? Yo'limiz 2 kunlik bo'lsa, internet yetadimi? Humans. Atigi 45 ming so'mga cheksiz internet va qo'ng'iroqlarni faollashtiring. Humans aqllilar uchun har kuniga. Qanaqa benzin qo'ydik? Humans. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar bitta bor. Qaysi marketda? Market Yandex.Go. Kommo simsiz quloqchinlarni 400 ming so'mga xarid qiling.